majburlab uylantirib, uzatgan bilan ertaga yaxshi bo'lib ketadi, bir-birini topib ketadi, ishonch qilmaydi, tekis o'tib ketadi deb o'ylamaydi, tekis o'tib ketmaydi. Qaynanalarning ham har xili bor, kelinlarning ham har xili bor. Agar kelin borku, erini yaxshi ko'rsa boru, sevsa, u kelin bilmagan ishini harakat qiladi, o'rganishga. O'sha oiladagi qonun qoidalar, munosabatlarga moslashishga intiladi, itoat qiladi eriga va oila a'zolariga kerak bo'lsa. Agar uni muhabbati kuchli bo'lsa, erini hurmat qilsa, qadrlasa, yaxshi ko'rsa, hamma gap muhabbatga kelib taqaladi. Agar sevmasa, qadrlamasa, yo'qotishdan qo'rqmasa, albatta u o'zini huquqlari, o'zini shartlari, talablarini dasturxonda yozib qo'yadi. Ota-onam meni majburlab sizlarga uzatishgan. Men majburan bu uydaman. O'g'linglar umuman qizig'i yo'q. O'zi tegi asidi. Meni o'zim umidlarim bor edi. O'qimoqchi edim kelajakda. Ishlamoqchi edim kelajakda. Erkinlikda yurmoqchi edim. Lekin sizlar meni hozir mana ishsiz uyda o'tkazib qo'ydinglar. Endi albatta meni davlat tarafimdan himoya qilingan talablar bor, huquqlar bor, majburiyatlar bor. O'shalarni bajarib qo'yinglar iltimos degan fikrda bo'ladi. Bo'ldi, shu. Shuning uchun qizlarni majburlab ota-onalar o'zi xohlamagan, yaxshi ko'rmagan, qizig'i yo'q odamga bermaylar. Xuddi shunaqa uylantirayotganda ham albatta kelinni ra'yiga qarashsin o'g'linglar.